O'riqlaydim deb o'zingiz yoqtiradigan tamoqlarni xotirjam yeyamisingiz, bu ozroqmi azob emas. Aksincha samirib ketib o'zingiz yaxshi ko'radigan odamlar tarafidan masxaraga uchirsangiz, mana bu bek cho'ng azob. O'zingiz yoqtiradigan kiyimlarni xotirjam olib kiyamsiz, mana bu eng cho'ng azob. Agar hozirdan boshlab o'riqlasangiz, yozgacha yana 2 oydan 3 oygacha vaqt bor. Kam deganda 15 kilo o'riqlab boshqa bir odamga aylanib ketasiz. O'zingiz yoqtiradigan kiyimlarni xotirjam olib kiysiz, bir xil badaningizdagi ig'irlik tushgan bilan va zimmingizdagi yukni tashib etgandek bir xil yeniklab ketasiz. Har qanday ish qilsangiz bir xil ishonch bilan, chiroyingizda bir xil nur yig'ib turdi. Ko'rganlar odam sizga qandoq o'riqlay olding, o'riqlashingda nima sir bor deb sizga havas bilan qarashidi. Ishonmayapsiz, o'riqlab baqqanlardan so'rab beqing. O'riqlab baqqanlar inkas rayoniga yozib qo'yinglar-chi. Sizlarning badan qiyofatinglar o'zgardimi? Yo'q, sizlarning miyaringlarmi to'liq o'zgardi. Hozir sizlar eng nochi. Shundaqmi emasmi? Samirvaga o'quvchilarni cho'qim o'riqlaydi. Siz cho'qim qila olasiz. Men sizga o'riqlay olasiz dedimmi? Siz cho'qim o'riqlay olasiz. Faqat ig'izni boshqarib bersangiz bo'ldi. Mishani bilan boshqara olsangiz, siz jiq pul xashlamay turib, jek zehningizni isrof qilmay turib, o'zingiz xohlagan shu badan holatiga kela olasiz. Hozirning o'zida boshlaydi. Chin ko'nglingizni o'riqlash niyatingiz bo'lsa, cho'qim menga agishib oling. Sizga bir xil ruhiy zuq bo'lsa berib qo'yay. Bir tal yurak berib saqlamayman mush filmni. Qayta ko'ring. Sizga madad bo'lib qolsin. Ma'qulmi? G'ayrat qiling.